Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar? Mana Qirg'izistondan mijozimiz kelibdilar. O'zlarining mashinalarida kelibdilar. Bitta ko'ringlar buni. Hozir akamdan chiroyli samimiy fikrlarni olib, nima xarid qilishganini so'rab olamiz. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Siz aka? Yaxshimisiz aka? Aka, marhamat, sekin kiravering. Abduxoliq aka, ataylab Qirg'izistondan keldingizmi Domstroyga? Ataylab keldik Domstroyga. Biz Domstroyda anchadan beri Instagram sahifasida kuzatib yurardik. Juda ham yangiliklar ko'p ko'rsatib turishardi. Uylarga juda ham bir chiroyli panellar, sifatli kraskalar. Shularga qiziqib va nihoyat uyimiz shu holatga tayyor bo'ldi. Mana endi kelib ko'p narsani xarid qildik inshaalloh. Siz aka, sog' bo'ling. Qalay aka servis? Servis juda ham menga ma'qul kelgan joylari, birinchidan konsultant bolalarni professional darajada maslahat berishi, to'g'ri tanlovga taklif qilishlari juda ham ma'qul keldi. Tanlovdan biz adashmadik, xudo xolasa shu konsultant bolalarning yordami bilan biz o'zimiz bo'lganda ancha qiynalardik. Har bir sohani o'zini konsultant bolalari bor ekan. Kelishingiz bilan darroda yoningizga kelib maslahat berib, sizga yordam berib, tanlovda to'g'risini aytib, vibirda. Abduxoliq aka, Farg'ona filialimiz ochilganiga juda ko'p bo'lmadi. Mahsulotlar qalay aka, sizga ma'qulmi? Mahsulotlar, assortimentlar juda ham ko'p, yetarlicha assortiment bor. Biz xohlagan assortimentlar hammasi shu yerda mavjud ekan, barchasini xarid qildik inshaalloh. Yetarlicha nimalar bor. Abduxoliq aka, endi hammaga mijozlarga qiziqdi. Ataylab Qirg'izistondan kelishdi-yu, nima mahsulot olishibdi degan savol ularda ham, menda ham bor to'g'risi aka. Qana mahsulotlar oldingiz endi? Biz endi ko'proq tikurilar mahsulotidan oldik. Har xil nimasidan, har bir xonaga individualniy podbor qilib berishdi bolalar. Mana shu tikurilar bo'yoqlarni oldingiz. Bularni qayerdan ko'rib oldingiz aka, tikurilar bo'yoqlar? Bularni endi ko'proq Instagram sahifasi Domstroy nimasida podpiska bo'lganligimizdan kuzatib yurib, ko'proq o'sha Instagramdan. Tikurilar bo'yoqlari haqida sizning fikringiz qanaqa aka? Tikurilarni men ko'pdan beri qiziqib yurar edim. Boshqa bundan tashqari juda ham ko'p mahsulotlar bor kraska sahifasi bo'yicha. Lekin tikurilar dunyoda keng tarqalgan kraska. Endi nihoyat bizga shunaqa shans bo'ldi shulardan ishlatish. Mana endi xudo xolasa oldik. Lekin hozir gap kelganda aytib qo'yib, aka tikurilar bo'yoqlarini vodiydan faqatgina Domstroy do'konlaridan topishingiz mumkin deb video qilgandik. Mana akam ataylab Farg'onadagi filialimizga tashrif buyuribdilar. Farg'onadagi filialimizda ham tikurilar bo'limlarimiz bor. Bu yerda ham xuddi o'sha 50 ming xildan ortiq ranglar. Xullas, aka, fikringiz, oxirgi fikringiz. Aka, qanchalik emulsiya oldingiz endi aka tikurilar? $2000 yaqin bo'ldi. Demak, siz hamma xonalaringizni bittada remont qilib yuboraman debsiz-da aka? Ha, xudo xolasa shu bilan bitta xonalarimiz kvadratigacha hisoblab ukalarimiz bu yerda konsultant bolalar imенно shu tikurilardagi hisoblab berishdi. Yarim kilo, 1 kilo oshig'i bilan yetmay qolgandan ko'ra oshib qolgan. Aka, mana instrument bo'limlariga ham kirgan bo'lsangiz, qalay fikringiz instrument bo'limlarida ham juda ko'p qiziqarli assortiment ustalarga bop. Biz ko'p tushunmaymiz-ku. Lekin juda ham qiziqarli instrumentlar, sifatli instrumentlar juda ham ko'p ekan. Abduxoliq aka, Domstroyga endi birinchi marta kelishingizmi yo'q Qo'qondagi? Yo'q, Domstroyga men birinchi marta kelishim. Birinchi shu Farg'onaga keldik. Ishimiz shu yerdan bitdi. Boshqa filiallarga borishni hojat yo'q ekan. Bizga yaqinroq shu Farg'ona viloyat, Farg'ona bo'lganligi uchun biz mana shu yerdan ishimiz bitdi, xudo xolasa. Endi hozir yana bizni ko'rib turgan qirg'izistonlik akalarimiz aytishlari mumkin. Bu qayerda ekan Farg'onada deyishlari mumkin. Hozir aytib o'tib akam o'zlariga yaqin joyga ketdilar. Ya'ni Farg'onadagi filialimizda, Farg'ona shahri Polsha bozorida joylashgan, Polsha bozori yaqinida Farg'onadagi filialimiz. Agar sizga Qo'qon, Yaypan, Yangiqo'rg'on yaqin bo'lsa, muammo yo'q. Yerda ham Domstroy filiallarimiz bor. Betga betda ham 30 ming xildan ortiq assortimentlarimiz bor. Aka, tashrifingiz uchun rahmat. Xudo xohlasa sizni yana kutib qolamiz aka. Xudo xohlasa, rahmat, xaridingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling aka. Rahmat. Salomat bo'ling.